25 yıldan buyon İstanbulda yaşayotgan Xo'ja Abdulla Hajim Xitoy virusi bilan yuqumlanib, bir necha kundan buyon davolanayotgan doktorxonada davolash unum bermay 9 aprel payshanba vafot bo'ldi. Sharq Turkistonning Xotan viloyatida cho'ng bo'lgan Xo'ja Abdulla Hajim İstanbuldagi Uyg'urlarning peshqadamlaridan edi. Yillardan buyon İstanbul Safakoyda halal kuchiga tayanib yashab kelgan. Marhumning 3 farzandi bor bo'lib, yaqinlari uning noyda tirishchan, ishlashni sharaf biladigan, g'ayratlik va chiqishqoq kishi ekanligini aytib, ta'ziyalarini bildirishdi. Xo'ja Abdulla Hajim Xitoy virusi sababli qazo qilgan tunji Uyg'ur edi. Marhumga Allohdan rahmat, oilasiga sabr tilaymiz. Butun dunyodagi Uyg'urlarning Xitoydan tarqalgan bu vabodan omon-eson o'tib ketishini tilaymiz. Dunyoga vahima selayotgan Xitoy virusi vabosiga qarata ba'zi davlatlar yo'lga qo'ygan cheklamalarni bo'shatganligini e'lon qilgan bo'lib, shulardan biri bu vaboning manbasi bo'lgan Xitoy. Lekin mutaxassislar buning pat yaqinda ikkinchi bir yuqum to'lqiniga sabab bo'ladiganligidan ogohlantirmoqda. Koreyada yuqum markazi bo'lgan Daegu shahrida Xitoy virusi bilan yuqumlanib davolanib saqaygandan keyin doktorxonadan chiqqan 51 yoshli kishining qaytadan yuqumlanganligi o'ttirg'i chiqdi. Koreyalik mutaxassislar bu kishining yangidan yuqumlanganligini, virusning hujayralariga yoshirinib qaytadan aktiv holga kelganligini ilgari surmoqda. Xitoy virus ta'sirining azayganligi va ba'zi joylardagi karantin tadbirlarining amaldan qoldirilganligini e'lon qilgan edi. Xitoyda virus bilan yuqumlangan, lekin kasallik alomatlari ko'rilmagan kishilarning sonliq ma'lumotlarga kirgizilmaganligi, shuning bilan birga 45 rayonning qaytadan xatarlik ahvolga tushib qolganligi o'ttirg'i chiqdi. Angliya Xitoydan import qilgan 3,5 million tekshirish asbobining nurg'un qitim xato natija berganligini e'lon qildi. Angliya hukumati o'tgan oyda Xitoydan setib olgan, lekin ishonchli bo'lmaganligi isbotlangan 3,5 million Xitoy virusi tekshirish asbobining pulini qaytarib berishni talab qilmoqda. Angliya ommaviy səhiyyə idorasi virus tekshirish koordinatori Dr. John Bell setib olingan tekshirish asboblarida og'ir darajada ishonch masalasi borligini, nurg'un qitim tekshirish natijasining xato chiqqanligini bildirdi. U nihoyat afsus, bu biz uchunmi, ta'minlovchi taraf uchunmi yaxshi bir ahvol emas dedi. Angliya ommaviy səhiyyə idorasi yuqumli kasalliklar bo'limining boshlig'i Shaun Peacockmo bu tekshirish asboblarini o'yin qoidasini o'zgartirdi deb atagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaning mudofaa sanoati ishlab chiqargan yangi qurollarni Suriyada ishlatib tajribaga erishganligini aytdi. Rossiya prezidenti Putin chet ellar bilan bo'lgan harbiy texnika hamkorlik komiteti yig'inida qilgan so'zida o'tgan yillik davlat mudofaa sanoati xizmati to'g'risida bayonot berdi. Putin harbiy texnika hamkorligi sohasida xalqaro raqobatning intayin kuchli ekanligini ko'rsatib, Rossiyaning o'tgan yili raqiblarining besimi va qiyin sharoitlarga qaramay muvaffaqiyat qozonganligini bayon qildi. Ularning bu sohada 2019-yili bekitgan nishonning 2% dan eshib ketganligini ta'kidlab mundaq dedi. Biz harbiy aslahalarni chet elga chiqardik. Umumiy qiymati 15 milliard dollardan oshdi. Zakaz zapimiz bugun 55 milliard dollardan oshdi. Bizning 100 ga yaqin davlat bilan hamkorligimiz bor. U bultur o'tkazgan Rossiya Afrika boshliqlar yig'inining harbiy texnika hamkorlikni tizginlatganligini ko'rsatib, Afrika davlatlari bilan harbiy texnika sohasida taxminan 1 milliard dollarlik to'xtam imzolaganligini aytdi. Yevropa ittifoqi davlatlari yangi tipli Xitoy virusining ta'siriga qarshi taxminan 540 milliard yevroluk iqtisodiy planga qarata kelishim hosil qildi. Yevro guruhining raisi Mario Centeno Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning moliya ministrlarining videolik yig'in o'tkazganligini, yig'in oxirida xizmatchilar, shirkatlar va davlatlarning Xitoy virusining ta'siridan qo'g'daydigan sig'dirishchan asliga keltirish planiga qo'shilganligini e'lon qildi. Fransiya, Italiya va Ispaniya qatorliq yuqumning ta'siriga eng ko'p uchragan davlatlar Yevropa ittifoqi davlatlaridan o'rtaq qarz olish sistemasi o'rnatishni talab qilgan. Germaniya va Gollandiya rahbarligidagi davlatlar buningga qat'iy qarshi turgan edi.